Ko'pchilik uchun qiziq va foydali bo'lgan masalalardan biri ko'chmas mulkni birlashtirish masalasi hisoblanadi. Ko'pchilikda savol tug'iladi, ko'chmas mulkni birlashtirish mumkinmi? Birlashtirish mumkin bo'ladigan bo'lsa, qanday tartibda amalga oshiriladi degan savollar tug'iladi. Albatta bu narsani iloji bor. O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga muvofiq ko'chmas mulklarni birlashtirish tartibi belgilab berilgan. Ya'ni unga ko'ra siz ko'chmas mulk mulkdori bo'ladigan bo'lsangiz, uni birlashtirish to'g'risida Davlat xizmatlari markazi orqali ariza topshirasiz. Ariza topshirilgandan so'ng u kadastr agentligi tomonidan ko'rib o'rganib chiqiladi va maxsus xodimlar tomonidan kadastrning yangi chegaralari belgilanib, yangi kadastr pasporti va davlat ro'yxatidan o'tkazilgan do'st reyestrdan ko'chirmalar beriladi. Ya'ni bu oxirida etaplarda amalga oshiriladi. Endi yana bir o'z o'rnida savol tug'iladi. Aytaylik, ikkita ko'chmas mulk mavjud bo'lgan taqdirda, uning mulkdorlari boshqa alohida bo'lgan taqdirda ham uni birlashtirish mumkinmi degan savol tug'iladi. Ha, albatta bu masalada ham imkoni bor. Agarda ko'chmas mulkdorlari birlashtirilayotgan ko'chmas mulkdorlari boshqa shaxslar bo'lgan taqdirda ular o'rtasidagi shartnoma mavjud bo'lishi talab etiladi. Ya'ni ko'chmas mulkdorlarining birlashtirilgandan keyin uning mulkiy huquqlari va ulushlari to'g'risidagi shartlar kiritib o'tilishi va ushbu shartnoma arizaga ilova qilib davlat xizmatlari markazi orqali ariza topshirilishi lozim bo'ladi. Ariza kelib tushgandan so'ng belgilangan muddatlarda davlat kadastr agentligi tomonidan bu narsa ariza o'rganib chiqilib, natijasi bo'yicha sizga xabarnoma yuboriladi va natijasi ijobiy hal etilgan taqdirda yangi kadastr pasporti shakllantiriladi va davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Ya'ni ikkita ko'chmas mulk birlashtirilayotgan vaqtda uning alohida ko'chmas mulklarning kadastr ishi yig'machiligi tugatiladi va yangi yagona kadastr yig'machiligi shakllantirilib, kadastr ishi ochiladi. Endi yana bir ushbu, ya'ni ko'chmas mulkni birlashtirish sohasiga aloqador istisno holatlar mavjud. Ya'ni siz ko'chmas mulkni birlashtirishingiz mumkin, u yer maydoni bo'ladigan bo'lsa yoki bino inshootlar mavjud bo'lgan taqdirda birlashtirish mumkin. Ammo agarda ko'chmas mulkingiz ko'p qavatli turar joyda joylashgan uy-joy bo'ladigan bo'lsa yoki qurilishi tugallanmagan uy-joy bo'lgan taqdirda ushbu turdagi ko'chmas mulkni birlashtirishga ruxsat etilmaydi. Faqatgina agar ko'chmas mulk qurilish ishlari yakunlanmagan bo'lsa, bu holatda qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga qabul qilingandan keyingina uni birlashtirishingiz mumkin. Ammo ko'p qavatli turar joydagi ko'chmas mulk bo'ladigan bo'lsa, bunda ruxsat etilmaydi, ya'ni birlashtirishga. Agar sizga ham shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.